Yangi tovar keldimi? Yes. Erimga o'xshaydimi? Astag'firulloh. Voy, yangi tovarlar, yangi atirlar. Shahlo o'zingni bos. Birinchi bor oladigan yo'lga har doim olasan bundan. Tim bo'l eringni puliga. Voy, men atirgim. Hidi qanaqa ekan? Shundan olib sevib ko'rishim kerak. Nima qiladi, Kamol opam? Muncha zo'r. To'g'ri, atirlarim ko'p, lekin baribir olaverishim kerak. Erim bilib o'tiribdimi? Shundan ham beradi, xo'p? Mana malikalar yuradimi? Voy, shuncha keldim. Nahot erimga hech narsa olmasam? Baribir hamma pul ularniki. Nimadir olay shularga ham. Mana shu naskidan olaman. Qancha bu? Ha, yo'q. Pulib yetmas ekan. Faqat atir olavermasdan o'zimga kerak narsalarni ham olishim kerak. Misol uchun qonim kamayib ketgan. Mana shu vitaminni olaman. Manikin orqamda yo'qmi? Bir g'alati manikin ekan. Voy, original sumka. Buncha yaxshi bu magazinda hamma narsa original. Shu magazin tufayli atirlarim original, kiyimlarim, sumkalarim original. Faqat shu erim original emasdi. Erda ham padarginal bo'ladim. Tavba qildim, g'alati. Voy, erim o'ldirib tezroq ketishim kerak. Mana shuni. Mana kelinglar, o'tirishni ham biladimi? Mana shuni hisoblab beringlar. Ha, hisoblaysizmi? Qancha yetmadi? $3. O'zim kartamda bor, lekin ishlatgim kelmaydi-da. Ha, bo'pti, eringga qilaychi. Siz telefoningizmi? Ha, dadasi. Xuddi yonda turgandek yaqin kelyapti ovozingiz. Haligi anaqa pul yetmay qoldi-da. $3mi? Ha, qayerdan bildingiz? Yo'inaman, beparosa. Siz Malikani o'ylabmi boydan beri? Siz menga orqamda ayg'oqchilik qilib yuribsiz. Men sizni nonga chiqirganingizni o'ylabman. Nima qilay endi, kelib olmasam bo'lmasdi-da. Shunaqa yaxshi narsalardan. Bo'pti, olsan. Menga ham nimadir oldingmi? Ha? Yo'q.